6 bob. Ovdan keyingi jang. Kuzning toza, yaxshi mezgili edi. Poyonsiz keng dalada bir to'p ovchi otliqlar yulg'un va chig' dovlari yinidan ot choptirib o'tib, oldidagi past to'piga qarab ot silishdi va to'piga chiqib to'xtadi. Ular oldilarida echilgan keng, go'zal yayloqqa ko'z soldi. Stok sol qo'lida otning tizginini tutib, qamchi sangilab turgan o'ng qo'li bilan peshonasini to'sib, yiroqlarga qaradi. Uning do'stlari Arslan, Ilik, Oydin, Qilich, Yulduz, Kunduz, Erkin. Orqalarida yana 20 dak yigit bu yillarga yo osqan holda edi. Ularning o'shnisidagi gul tikilgan teri qomdug'i silingan o'qlar boshlaridan eshib ko'rinib turadi. Vah! Haja peyziyayliqda bu. O'tlar sarg'ayib qolsimi, yana o'zining kuzgi go'zalligi bor. Dedi Stuq so'qlanib. Ras yaxshi yayloq. Dedi Ilik va ozroq o'ylanib davom qildi. Yilning har mezgilining o'ziga loyiq go'zalligi bo'ladi. Atiyaz boshlab bersa, kuz yig'idi. Qizil yaproq, yeshil yaproqqa qaraganda ham yiqimliq, ham timan. Qish suv berdi. Atiyaz chechak olsa, yoz biyi berdi. Kuz pishirib oladi. To'g'ri. Odamning umrimi xuddi shuningga o'xshaydi. Dedi Stuq o'ychan holda. Bizning umrimiz chechak otdimi yo'q? Chechak otmoqda. Yalg'on chechak emas, meva berdigan rost chechak. Jiqroq ichilish kerak. Shundoq do'stlar. Chechakmi ichishimiz, mevum berishimiz kerak. Ilikning gaplari noit to'g'ri og'illar. Uning gaplari bizning ruhimizga madad berdi. Dedi Stuq yo'ldoshlariga qarab. Do'st ikki xil bo'ladi. Biri yolg'on do'st. Bundaq do'stdan Tangri saqlasin. Yana biri rost do'st. Rost do'st dog'siz dilning chin rishtalari bir-biriga bog'lanmasa, rost do'stlik bo'lmaydi. Mana bizning dil rishtlarimiz bir-birimizga qattiq bog'langan. Do'stimiz Stuq tekinning oldida ulug' ishlar turibdi. Bizning do'stimizga bo'lg'isi haqonga madad berishimiz kerak. Ilik yiroqqa ko'z tikib, qo'shimisini turib, ozroq o'ylagandan keyin munu she'rni o'qidi. Bir so'zim aytayin, ishtkil yaro. Söyükli do'stunga asqil tumaru. Bizakli yuziga, bakma so'ziga. Oriq dil do'stni top, chiqar xumaru. Stuq she'rni anglagandan keyin bak hayajonlandi va ko'zlarida chaqnab turgan mehribonlik tuyg'usi bilan Ilikning qora ko'zlariga tikilib, "Oriq dil do'stlik uchun" deb Ilikka kaskin qo'l so'zdi. Stuq qo'lini qandoq ishonch bilan uzatgan bo'lsa, Ilikmi shundoq do'stlik mehri bilan uning qo'lini ching tutdi. Ularga hayajonlanib qarab turgan Arslan ikkisining qo'lini o'ng qo'li bilan siqib olib, "Do'stlik uchun" dedi. Ondan keyin Oydin, Yulduz, Qilich, Erkin, Kunduzlarmi otlarini devitib, qistab kirib, "Do'stlik uchun" deb qo'llarining ustiga qo'ydi. Otliqlar to'girki o'tirsida birini biri mahkam siqqan qo'llarining kuchi bilan "Do'stlik uchun" degan bir eg'iz so'z bilanla ular oriq dil do'stlik uchun qasamyod qiladi. Chin qalblardan chiqqan bu o'tliq qasam ularning oralarida bog'langan do'stlik rishtalarini texmi mustahkamladi. Bu ahvoldan cho'nqur ta'sirlanib qarab turgan 20 dan ortiq yigitlarning oldidaroq turgan yesh cho'ngroq birisi qilichini shart qilib qiynidan chiqardi. Qilichning besig'i so'yib, peshonasiga tekkizdi va qilichni egiz ko'tarib, "Xon o'g'il uchun!" deb to'ladi. Boshqa yigitlarmi xuddi shundoq harakat bilan "Xon o'g'il uchun!
Xon o'g'il uchun! Xon o'g'il uchun! deb to'g'lashdi. Xushalliq kayfiyatiga cho'mgan do'stlar otlarini yo'rg'ilatib tövalladi. Ular birdan so'zsiz mang'andan keyin Taza achipishqa loyiq ekan bu. dedi Oydin Sutuqqa qarab kulib. Yana chipishqingiz kelyapti. Chepishmaychi. Mana belgiga tushkichilar bo'lsa chiqsin. Bu kuni bular bizni aldab ketdi. dedi Yulduz Arslonga kinoylik qarab. Bular qobondek yigitlar turib, uning ustiga o'shundoq yaxshi arg'umoqlarga minib olib, bizni bo'zakasi bo'lamdikan. Qandoq qilsak, bo'zakatmingan bo'ladi ekanmiz, ha? dedi Arslon Yulduzga kulib qarab. Biz qizlar bir un yetim yerga borgandan keyin andin tang ot solamiz. To'g'ri gap. Ashundoq bo'lganda sizlar bizga yetib eshib kelsanglar, andin sizlarga qo'l qo'yamiz. Bo'ldi, kelishdik. Qiynamsa, menla. dedi Sutuq etining tizginini tortib. Boshqalarmo Sutuq bilan tang otlarini to'xtatdi. Oydin bilan Yulduz otlariga qamchi silib, keng yayloqning o'rtasida so'zilgan uzun chig'ir yo'l bilan yurib ketdi. Ularning otlarimo Sutuq bilan Arslonning otlaridan qelishmaydi. Oydinning jiran qashqisi Yulduzning to'riq eti bilan baslashib, tizgin siyirib boradi. Otlar birdan bo'ri mengishida yo'ritsa, birdan bo'yinlarini egib chapatdi. Sutuqlar qiziqish bilan ularga qarab turishdi. Qizlar to'xtab, otlarining beshini buradi. Birsining ko'tirgan qo'li g'ilpol ko'rindi. Ular qo'l ko'tirdi-da, otlarini burab, nerisiga chapdi. Sutuq bilan Arslonmo tipirlab tizgin tortib turgan otlarini qo'yib-etdi. Qilich bilan Erkin orqalaridan chapdi. Boshqalarmo yo'lga tushdi. Oydin bilan Yulduz otlarini bo'lishiga qo'yib berdi. Ular orqalariga qarab qo'yib, otlariga qamchi uratdi. Oydin tez bo'ling, ular yiqilib qoldi, tez bo'ling! deb varqirdi Yulduz oldida chepib ketayotgan Oydinga. Sutuqlar degandek borgancha yiqillashmoqda edi. Kaynada kelayotganlarning ot tuyoqlarining ovozi anglanmoqda. Ishki arg'umoq bir-biri bilan baslashib, yerning tanobini tortib, g'o'lashlab chapatdi. Oldidagi otlardan eshib ketmaguncha ishki arg'umoqning ko'ngli tinmaydigandek bilinadi. Yigitlar yetishib keldi. Qizlarning urgan qamchilarimi otlarni yana chapsalatolmadi. Sutuq yetib kelib, Oydin bilan tang chapdi. Arslon o'ng yoqqa burilib, Yulduzning orqasidan chepib ketdi. Sutuq bir pas yondab chapqandan keyin Oydinni xuddi o'g'loq olgandek etidan yo'lib oldi. Oydin egarning oldida Sutuqning quchqida o'ngda yetib tipirlaydi. Voyjon bo'ldi, belimdan tutmang! deb hem kulatdi, hem varqiraydi. Sutuq qo'llarini yo'tkagandan keyin Oydin tinchidi. Shuningdan keyin Sutuq birinchi qitim Oydinning belida qichqi borligini bildi. Sutuq egarning orqasiga yo'tkilib, Oydinni egarga mingizdi. Ular bir oz paranglashib, bir past do'ngni aylanib o'tgandan keyin Oydin do'ngning cho'plik etkini ko'rsatib, Qarang, meyerbek yaxshikan, chipardi qolmaymizmi? devidi. Sutuq buningga xushal rozi bo'ldi. Ular otlarni cho'pga qo'yib etib, do'ngning etkiga berib o'ltirishdi. Orqadan agishib kelayotgan jiran qashqa bo'z arg'umoq bilan qo'shilib o'tlashga boshladi. Oydin putlarini so'zib o'ltirib, oldiga tushgan chechini o'ynag'ach, yiroqqa qarab demiqida naqshi aytadi. Uning tizig'i beshini qo'yib, bir tol giyoni tishlab so'zilib yotgan Sutuq qo'shimlarini turib xiyol suratdi. Yaqinki kunlardan beri taxtni qanday qilib qo'lga elish kerak degan o'y Sutuqni asir qilib olgan edi. U taxtning haqiqiy varisi. Tog'isi o'g'ilchaq bug'raqam bo'lsa, xonliqni topshirib berishni kechiktirmaydi. Uning
yomon g'arazi bor edi. U o'rdidagi qora niyatlar bilan til biriktirib, boshqacha plan tuzib o'tadi. U mangdigan yo'l yo taxtni topshirib berish, yo bo'lmasa taxtni qo'ldan bermaslik. Ikkining biri. Agar u taxtni bermaslik qaroriga kelgan bo'lsa, Sutuqni qanday qiladi? U maqsadiga yetish uchun putli qashangni elib tashlash kerakda. O'rda taxtida o'ltirgan o'g'ilchoq kirib kelgan Sutuqni ko'rib, o'rnidan turib, uning oldiga maqdi. Sutuqqa qarab kulimsirab, quchoq ochdi va kelib quchoqladi. Uning olti qo'li bo'lib, Sutuqning ikki biqinidan shunda qamalladiki, Sutuq yo to'liy olmaydi, yo uning changilidan qutulib chiqolmaydi. Sutuqning bu holiga qarab xushallangan o'g'ilchoq gurul degandek qattiq ko'radi. O'rda beshi qih-qih qilib, qisqa va injiqlab ko'radi. Subashi burutlarini dirildatib, og'zini yo'g'on kamodek echib, beshini orqasiga tashlab, go'ngildab ko'ladi. Qobulxonaning ichida beshig'i mis boshliq, uchisiga qo'yoq kiyib, so'l qo'liga qalqon, o'ng qo'liga nayza ilib, tomni cho'ridab turgan qaruqchi orqurlar birdek qaqaqlashib ko'ladi. Xiyoli mushi yerga kelganda, Sutuq cho'chib ko'zlarini yo'g'on echib, yulqinib beshini ko'tardi. Sutuq, nim bo'ldi? Dedi Oydin Sutuqning ko'zlariga tikilib. Sutuq qo'pib, Oydin bilan qator o'ltirdi va jiddiy qiyofatda Oydindan so'radi. Tog'am rostilla xalliqni bermasmi? Bermaydigan chig'i bor. Meni qayerga qo'yar? Yergimi, osmonga qo'ya olmaydi. Undaq bo'lsa yo'q tutarmi? Unimi qilmaydi degili bo'lmaydi. Sutuq bilan Oydin bir-biriga savolli qarashdi-da, ikkilisi jim bo'lib qoldi. Yilon qo'zg'alg'icha beshini mijitish kerak, dedi Sutuq jiddiy qiyofatda oraga tushgan qisqa jimliqni bozib. Shundoq, yilonga bavo kelish uchun kuch va pam kerak. Do'stlarni ko'paytirish lozim. To'g'ri aytdingiz Oydin. Ko'zingizmi, dilingizmi oydek ro'shanda sizning. Shunday qilayli. Sutuq Oydinga masga kelib qaradi. U Oydinning sho'x qora ko'zlarini bugünkidek o'ychan ko'rmagan edi. Oydin qo'shimi qoshlarini turib, qayergadir tikilib qarab, yana shu chechini o'ynab o'ltiradi. Oydin ziyrak va chabdas qiz edi. Sutuq uning bilan birga o'ynab o'sgan. Birga o'qilda o'qigan va birga Oydinning dadasidan chirik mashqi o'rgangan edi. Ularni o'zilmas do'stlik rishtasi bir-biriga mahkam bog'lagan edi. Bu do'stlik ular cho'ng bo'lgan sari ulg'ayib, elning taqdiri to'g'risida bosh qotiradigan ulug' orzuga aylandi. Ularning orasida vafodor do'stlik qarishidan boshqa, keyingi kunlarda qalblarini bir-biriga chin bog'lab olgan chin muhabbat rishtasi paydo bo'ldi. Sutuq Oydindak ham idroklik, ham g'ayratlik bir samimiy do'sti, ham vafodor yori bo'lganligi uchun baxush edi. Do'stlik el taqdiri tub orzu bo'lganlikdan ular muhabbat to'g'risida oz so'zlashadi. Lekin dillari bir-biriga ayon edi. Sutuq to'y to'g'risida o'ylaydigan bo'lsa-mu, bu to'g'rida gap qilishga petin olmaydi. El taqdiri bir mezgillik tayyorlik. Qilich qonga bo'ylishi mumkin. Oqibda nima bo'ladi? To'yimizchi? Sutuq mushu xiyollardan keyin Oydinning qo'lini tutib, ko'zlariga tikilib turib so'radi. Oydin, bizning ishimizchi? Qaysi ishni deysiz? To'yimizni deyman. Keyin to'y ustiga to'y bo'lsa yaxshi emasmi? Oydin nozliq kulib Sutuqning ko'zlariga qaradi. Sutuq Oydinni quchoqladi. O'tli qora ko'zlar uchrashdi. Suzuk lavlar
bir-birini tortib yiqillashdi. Mana mayad ekan. degan so'z ularni cho'chitibatdi. Ikkilisi orqasiga qarab otliq qilishni va uning kaynidan kelayotgan Arslan bilan Yulduzni ko'rdi. Sutuq bilan Oydin o'rnidan qopdi. Do'stlar chaqchaq qilib kulishdi. Do'stlar yo'l ustida kutib turibdi, dedi Arslan. Qilich bo'z oyg'ri bilan jiran qochqini yetilab keldi. Sutuq bilan Oydin otlandi. Bir tog'dan eshib tuvallayotgan ovchilar ot tizginlarini tortib to'xtadi va bir do'nga chiqib atrofga qaradi. Qilichning o'ng biligiga qo'ndirilgan burkut bir nima sezgandek qanotlarini yeyib ko'tarib, bo'klik beshini so'zib qo'ydi. Oldirma jonivar, sana navbat oz qoldi, dedi Qilich yangi teri qo'lqop kiygan qo'lidagi burkutga qarab. Arslan, mana keldik. Bu bultur biz ov qilgan joy, dedi Sutuq o'ng qo'li bilan kang o'tloq dalini ko'rsatib. Qarshisida qora cho'qqiliq egiz tog' o'ngdan so'lga so'zilgan. Tog'ning beriqi yo'tisida bir tup daraxt va bir necha kegiz uy g'uva ko'rinib turadi. Beshi tarroq kelgan soy borg'oncha kengayib, o'ttirg'i kelganda 20-30 chaqirimcha kang kundikiga aylangan va so'l yoqqa qarab borg'oncha torayib so'zilib ketgan. Kundining kun bitish tarafidarak bir o'stan suv o'ngdan so'lga parqirab so'zilib ko'rinmoqda. Shu o'stangning ikki yiqidagi o'tloqda kiyik bo'lsa kerak, dedi Sutuq daladan ko'zini uzmay. Cho'qim bor, dedi Arslan. Top yurgan kiyiklar bultur mashada uchirgan emasmidi? Bu da jiqroq o'layli bekach. Yiroq yer, yana kelish oson emas. Bo'ladi. Shu tog' bag'rida el bor, qo'nsaqmi bo'lar? Bo'lishni-g'u bo'lar, dedi Oydin so'z qo'shib. Ash tog'ning u yoqida yog'iba, paqas bo'lishimizmi kerak? Bizmi oz emas-ku. Kep qolsa bir ilishib ko'ramiz. Qani do'stlar, ketdik. Ular dalaga qarab ilgirladi. Ovchilar tog'dan tushib, ho'sharlik bilan atroflariga sapsilib ketib bormoqda. Yigitlar, sizlar ikkiga bo'linib, g'ozqanti bo'lib menglar. Yigitlar ikki yonga yeyildi. Qaranglar, ana u yerda tulki turdi, dedi Yulduz farqirab. Ana ko'rdinglarmi? Men ko'rdim, Seriq o'ng yoqqa yugurib ketib bordi. O'ng qo'l bilan ko'rsatib, xushal oldira so'z aytdi u. Rost men ko'rdim. Qizlarning ko'zi o'tkir bo'ldi-da. Yuringlar. Ular otlarini choptirib, ozroq mangandan keyin yo'g'on Seriq tulkini ochiq ko'rishdi. Tulka orqasiga qarab chopdi-da, bir cho'plik ichiga kirib ketdi. U hozir chiqdi. Qilich, burkutni tayyorla. Endi ostroq mangayli, dedi Sutuq. Qilich burkutning ko'zlari qo'shib kiygizilgan bo'kning yiplarini yeshib qo'ydi. Tajribalik burkut beshini silkib, qanotlarini yeyib tayyorlandi. Tulka o'tloqdan chiqdi va beshini orqasiga burab, ovchilarga qarab qo'yib, o'ng yoqqa qattiq yugurdi. Ovchilar 4-500 g'ulash yaqinlashganda, endi bo'ladi, dedi Sutuq Qilichga qarab. Qilich burkutning beshidagi qor bo'kini olgan edi. Burkut bir nimani oqtirib atrofga oldirash ko'z tikdi. Qilich etini choptirib berib to'xtadi va ana, dedi qo'li bilan tulkini ko'rsatib. Burkut tulkini ko'ribla gavdasini ro'slab, qanotlarini kerib uchishga hozirlandi. Qilich darhol o'ng qo'lini yuqori ko'tarib, silkib burkutni qo'yibdi. Burkut qo'ldan chiqibla osmonga ko'tarildi-da, egizdan tulkining harakatini ko'zatdi va birdil g'o'yildab tulkiga etildi. Aloqsodi bo'lib qochgan tulka udul yugurmay, bir o'ngga, bir so'lga burilib, burkutni ozdirmoqchi bo'ladi. Burkut bo'lsa, tulkidimi chabdas kelib, xuddi beliq dengizda shung'igandek, havoda shung'ib shiddat bilan qo'g'ladi. Shu tariqada birpas qo'g'lagandan keyin birdil qanotlarini sal yig'ib, o'qdek etilib tushdi-da, tulkini pomdoqlab tutib oldi. Burkut
tulkini to'mishqi ham so'ngichidan qamab tutqancha pukligan edi. Tulka bal so'ngaklarining g'o'chirlashiga qo'shilgan bir xil chiqiraq ovoz bilan pukilib jimaqdi. Burkut o'tkir tirnoqli kuchlik changili bilan qamab tutgan peti bo'ynini so'zib, ovchilar yoqqa qaradi. Ovchilarmi ot chepishib keldi. Burkut ularni qarshi elib, qanotlarini yeyib ko'tarilib qo'yish bilan billa mag'rurlanib, ikki puklinib yotgan tulkiga qarabmi qo'ymadi. Sutuq bilan qilish darhol otdan tushib, burkutning yeniga bordi va burkutning tulkini qamgan tirnoqlarini bo'shtib, o'lgan tulkini burkutning changilidan chiqarish uchun harakat qildi. Burkutga tulkining go'shidan ozroq yegizgandan keyin burkutning bo'kini kiygizib, o'lik tulkini burkutning changilidan ajratdi. Oydin bilan Yulduz burkutga tikilib, burkutning chabdazlik bilan qilgan ovini maqtab, uningga zo'qmanlik bilan qarab turadi. Keshini jiqroq beringa to'yib olsin. Har kuni polo berib baqsimi arziydi buni. Dedi Oydin ikki tishlamni go'sh bergan Sutuqqa. Go'shin jiqyab olsa, bugun buni bilan ov o'lash mumkin emas. Dedi Sutuq Oydinga. Qilish tulumchilab so'yilgan tulki terisini otqa g'anjo qiladi. Toza to'lgan tulki ekan. Nima degan cho'ng ha? Qara, sap-seriq Shundoq. deyishdi bir nechadan uningga qarab. "Oviyada bir top kiyik bor ekan", dedi ot chepib kelgan bir chirik. Buni anglab hammaydan dast turishdi. Qilish burkutni belikiga o'ltirg'izdi. Ular otlandi. Darvaqa kang o'tloqda bir top kiyik o'tlab yurishatdi. Bir tekisi bir chatda beshini egiz ko'tarib, atrofga qarab tang-tanglab turadi. U yiroqda g'oz qonati bo'lib kelayotgan otliq kishilarni ko'rdi-da, quyruqini shipangshitib bir cho'rgilidi va ostroq yugurib yo'qir mangdi-da, 4 puti bilan tang qotirg'i 3 qitim egiz sakrab qo'yib, tog' yoqqa qarab qochdi. Buni ko'rgan kiyiklar quloqlarini dingaytib qarab, otliqlarni ko'rdi va tekining kaynidan chepishdi. Yigitlar ot selishdi. Ikki qanotli kichiriklar yiroq aylanib, kiyiklarning oldini to'sdi. Teka kayniga burilib, to'pning ichiga kirib, boshqa kiyiklar bilan billa orqaga qochdi. Keyin oldidan kelayotgan ovchilarni ko'rib, o'ngga, keyin so'lga burildi. Yana otliqlar. Shunda qilib, kiyiklar yugurib cho'gilaverdi. Ovchilarning halqisi barg'an siri kichiklab bormoqda. Kiyiklar bo'lsa, aylanib, huduqib yugurib, ondan qayoqqa yugurishni bilolmay, patparaq bo'lib ketdi. Teka xuddi dordan sakragandek irg'ib, ikki otliq orasidan o'tib ketdi. Yana ikki kiyik shunda qildi. Tekini yiqitish kerak, dedi Sutuq Arslanga qarab. Arslan tekining orqasidan qo'g'lab yetdi. Halqidagi kiyiklar pirqirab berib, asta to'xtadi. O'q! dedi Sutuq. U qumdodin o'qni ilib yoni batladi. Elik, Oydin, Erkin, qunduzlar Sutuqqa qo'shilib o'qyani tang etishdi. Bir kiyik pok tushdi. Birsi biraq g'ulash yo'qirg'i tik sakradi-da, ozroq irg'anlab berib yiqildi. Yana biri joyida asta ikki aylandi. Keyin yerni jildab, avval oldingi, ondan keyin orqa putlarini asta pukib, tomiqini yerga qo'yib, bo'ynini so'zib, bahramon uxlayotgandek yotdi. Uning qo'rsqida sadoq tik sanjilib turadi. Qolgan kiyiklar halqining boshlaridan vijildab irg'ib o'tib ketdi. Yigitlar otlardan tushib kiyiklarni bo'g'izdig'ila turdi. Yuqori irg'ib yerga yiqilgan kiyik tutqizmay xeylig'icha sangayon pirqirdi. Yana biri qimirlamadi. Yavash yotgan kiyik bo'lsa, beshida turgan otliqlarga muloyim qarab qo'ydi va pichoq tutib yiqilayotgan jallodga yavash mo'ltirladi. Uning chiroyli qora ko'zlaridan pichoqni tarsangchu, meni omon qo'ysangchu degan yolvorishni ifodalaydigan ojiz nur ko'rinadi. Uning ko'zlari endi chaqnab turadigan o'ynoqligidan qolgan edi. Hay, qo'ying. Qilich bo'g'izlaman o bechorani.
ko'zlari bek chiroyli ekan. Ani qarang, u sizga mo'ldirlab yilinyotidi. dedi otda o'ltirgan Oydin hayajon bilan. Qilishmi kiyikning ko'zlariga qarab ikkilangan bo'lsa kerak ehtimolim. Pichoqni tutgan peti to'xtab qoldi va pichoqliq o'ng qo'lini tizig'iga qo'ydi. Voy rost, kishining ichi og'riydi ekan. dedi Yo'ldosh. Qunduzmi uningga qo'shildi. Bechoralarning bolalari bo'lg'aydi. Yetim bo'lib qolmasin. Belli ovchi qizlar. Kiyikka ichi og'rigan ovchi bo'lmaydi. dedi Sutuq kulib. Men ovchilikni yaxshi ko'raman, lekin kiyik bo'g'izlig'ini yomon ko'raman. Sizmi otdingizg'i? dedi qilishning yinida turgan ilik va berib kiyikning qo'rsqida sanjiqliq turgan o'qni tortib oldi. Mana qarang, bu kimning o'qi ekan? U o'qni ot ustidagi Oydinga sundi. Oydin o'qni ilib, uning sepidagi oy belgisiga qaradi va o'q o'zining ishkaligini bilib, ikki mangzi bir oz qizardi. Men bu kiyikka tegar demagan edim. dedi Oydin xijillik bilan. Yashab ketding polvon qiz. Dushmanga o'q atgandimi, men uningga tegar demagan edim deb o'ltirsangiz bo'ladimi? Sutuq ko'pchilikka qarab jiddiy yo'sinda davom qildi. Esinglarda bo'lsinki, sizlar mening gapimga kirsanglar, men itinglarda buyursam, mening itimni hech ishkilanmasdan itib tashlashinglar kerak. Otnila emas, men ot degan har qanday odamni qilchi ishkilanmasdan itishinglar kerak. Boshqalar jim bo'lib qolishdi. Sutuq etining bo'ynini burab Oydinga dedi. Ani qarang, birisi kelyotdi. Ha, mana bizning Arslan. U yana bir bechorani itib kelibdi. U bechora emas. dedi Oydin Arslanning egri orqasiga g'anjo'g'langan uzun qo'sh munguzlik beshi sangilab turgan tekini ochiq ko'rgandan keyin. U kiyiklarni boshlab qochib bizni ovora qilgan. Ha, endi xeyli yaqin keldingiz. Xo'p, sizlarchi bo'lsin? dedi Sutuq. Keyin u Arslanni maqtadi. O'lja oz emas. Qani yigitlar, ketdik. Otliqlar o'stanga yetib keldi. To'xtab otlarini so'g'ardi. O'zlari yuzlarini yuyishib suv ichishdi. Ondan otlanib o'stangdan o'tib yo'qirladi. Ani kiyik, to'xtaydi, dedi Arslan sol yoqdagi chig'liqni qo'li bilan ko'rsatib past ovoz bilan. Bekach, ko'rdingizmi? Ana. Ko'rdim. Qani, osta qo'rshayli. Ovchilar bo'linib o'ng so'lga mangdi. Ular chig'liq ustida aron ko'rinib turgan munguz quloqlarga qarab qo'yib, chambarak yasashga oldiraydi. Munguzi ko'rinib turgan kiyik beshini yuqori ko'tardi-da, keyin chig'lardan halqib sakrab qochdi. Yo'l boshlig'ining orqasidan boshqa kiyiklarmi qochdi. Bir to'p kiyik chig'liqning u yoqida o'rkib qochmoqda. Oldidagi teka qo'yindak chopatdi va 4 putni tang yerga urib, irg'ib to'xtaydi. U orqasiga burilib, yog'iy hujumini va uyurining ahvolini bilmak bo'lgandek shimtiyib qaraydi va yana sakrab chopatdi. Kiyiklarning qattiq qechishiga qarab, ovchilar chorisini qo'rshab hujum qilishdan qo'g'lab zarba berishga o'zgartdi. Kiyiklar g'o'yuldab chopmoqda. Ovchilar otlarini bulishiga qo'yib berib, qo'llarida o'q yo nayza tutgan peti qo'g'lamoqda. Ovchilar yiqilishib keldi. Sutuq kiyik to'piga qartib o'q atdi. Boshqalarmi atdi. Kiyik do'maladi. Nayzlarini egiz ko'tarib, kiyiklarga yaqin ot choptirib ketib borgan ikki yigit nayzani tang atdi. Yana ikki kiyik do'maladi. "Ovni qarang", dedi Arslan Sutuqqa etining beshini tortib. "Ov tog' bag'rida bir ish chiqqan o'xshaydi." U ko'npetish tarafdagi tog' bag'rida daraxtlar orasidan buruqdan bo'lib ko'tarilayotgan tutunni ko'rsatdi. "To'xtanglar!" deb varqirdi Sutuq tutunga qarg'an peti. Otliqlar to'xtadi. Sutuq cheliklardan ikkisiga etilgan kiyiklarni va burkutni elib o'zdan bo'yida kutib turishni topshirdi. Otning orqasiga g'anjo'g'langan kiyiklar yerga tushirildi. Ovchilar
sutuqqa agishib, tutun chiqqan ovulga qarab ot soldi. Tog'dan tushayotgan o'stang bo'yig'i tikilgan qora uylardan qo'yiq tutun ko'tarilmoqda. Tutunlar orasidan go'yida lovuldab o'tlar yalqillaydi. Ayollarning, bolalarning qiqa surallari anglanatdi. Kaltak cho'moq, palti kaki ko'tirgan, bosh ko'zidan qon eqib turgan kishilar qilich nayzlik otliq kishilar bilan elishmoqda. Bularning tog' orqasidan kelgan bosmachilar ekanligi ma'lum edi. Sutuqning sap oldida "Ur!" deb so'zib to'lab bergan buyrug'i bo'yicha hammaydan ot choptirib kelgan peti qilich nayzlarini egiz ko'tirib bosmachilarga etildi. Ko'nglaksiz baslik badani misdak parqarab turgan. Qo'llari yo'g'on, teni uyul tashdek mazmut, ishtonchoq, amdilardan burib chiqqan bir yigit bosmachilar bilan qattiq elishmoqda edi. U bir tosh ustida turib olib, qo'lidagi uzun kaltak bilan kelgan bosmachini urib yiqitatdi. U hoy-to'y degicha bir bosmachini otdan do'milatdi. Yana bir bosmachi qilichini ko'tarib kelgan edi. Yilqi yigit kaltak bilan uning qo'liga urib, qilichini uchirib etdi va bosmachini otdan yo'lib olib, beshidan ortildirib, "Ay!" deb o'nlik tovlig'ini otgan edi. Bir mo'mi yog'ochning uchiga beli bilan esilib, ondan gup qilib yerga tushdi. Bosmachini etayotganda yana bir bosmachi ot choptirib kelib, uning orqasidan qilich urdi. Ammo qilich yigitga tegmay, choq qilgan bir ovoz bilan tangla uchib ketdi. Uni sutuq uchirib etgan edi. Sutuq bosmachining qilichini uchirib etib, uningga qahru g'azab bilan qilich urdi. Sol dolisidan kindigigacha kesilgan bosmachi qattiq varqirab yiqildi. Sutuq yerdagi qilichni qilichi bilan elib yigitga tashlab berdi va "Otlan!" deb bosmachining etini ishora qilib burilib ketdi. Ana, Arslan ikki bosmachi bilan elishmoqda. Otlar oyog'ida ikki bosmachi do'milab yotadi. U yuqoriroqda 3 bosmachining sutuqqa hujum qilayotganligini ko'rib, texmi g'azablandi-da, qahri bilan bir qilich selib elishayotgan bosmachining birining kallasini uchirib etdi. Va qochqon ikkinchi birini tashlab, sutuqqa yordamlashish ko'yida darhol u yoqqa ot soldi. U sutuqning doldig'i elib, bosmachi bilan elishib ketdi. Nayzilik bir bosmachini otdan yiqitdi. Uningga yiqilib kelgan yana birisini sutuq yondan urib otdan do'milatdi. Arslan qochqon yana birisini qo'g'lab ketdi. Sutuq o'ng yoqida ko'yayotgan bir qora uy oldida qo'lida uzun kaltak tutgan, qora soqolliq, beliga chegi bog'lab olgan gavdalik bir kishining ikki bosmachi bilan elishayotganligini ko'rdi. Qora soqolliq kishi bosmachining 3 qitimlik zarbasini urib qaytardi. 4-chi qitim ikki bosmachi ikki qilichni tang urgan edi. Qora soqol kaltak bilan qilichlarni to'sib kayniga ittardi. Ikki tarafning kuchi toza tirkashganda qora soqol kaltakni tortib olgan edi. Bir bosmachi otdan yiqilishiga uni bir kaltak bilan ujuqtirdi. Otdan engishib yiqilmay qolgan yana bir bosmachi tezlik bilan o'zini o'ngshab, qora soqolliqqa qilich ko'tirgan edi, uni sutuq otdan do'milatdi. Sutuq yerda yotgan qilichni o'z qilichi bilan elib olib, soqolliqqa tashlab berdi. Qora soqolliq kishi otlanib, sutuqning kaynidan ot choptirib ketdi. O'qiya bilan qurollangan Oydin va boshqa qizlar erlardan qilishmay so'qish qildi. Oydin bir qizni oldiga elib, ot choptirib ketib borgan bosmachini o'qiya bilan etib otdan yiqitdi. Oydin qo'g'lab borganida orqa tarafidan dal yuragiga o'q sanjilgan bosmachi yerda qimir qilmay yotadi. Qiz bo'lsa, otdan yiqilganda og'rib ketgan dolisini uvlab, bosh ko'zi to'pig'i melangan holda yerda o'ltiradi.
Oydin qizni orqasiga mingashtirib elib mandi. Endi jangning kuch selishtirmasi o'zgardi. Chorvachilar va podachilar otliq va qo'llariga qilich nayza olgan Stuq va uning odash qo'ldoshlari bilan birga bosmachilarga shiddatli zarba bermoqda. Bosmachilar mudofiaga tushdi. Qilich bir otliq bosmachining beshini uzib tashlab Stuqning yeniga keldi. U Stuqni oron topdi. Endi ayrilmayman, dedi u ichida. Stuq qonliq qilich ko'tarib, ot choptirib ketib borgan ilikni to'xtatib oldi. Qilichni qizlarni boshlab kelishga buyurdi. Stuq bosmachilarning kuchi ojizlashganligini, ayollarni, bolalarni qutqizish lozimligini ilikka aytib turardi. Yuzlari qora islangan, boshlari yog'liq bilan tengilgan, kiyimlari yirtilgan qizlar otliq yetib keldi. Stuq darhol berib, sol bilikini tengib olgan Yulduzning holini so'radi. Yulduz hech qisi yo'q degandek kulib qo'ydi. Stuq ularni boshlab, Mo'may bovay bola chaqlarni orqada saq qolgan bir qora uyga yig'ishga boshladi. Bolalar yig'ilishib, onalarining bo'yinlarini quchoqlab olgan edi. Onalar bolalaridan ansirab, jang bo'lib o'tgan yoqqa qarashatdi. Bosmachilar qochdi! Dedi ilik tog' bag'rida ot choptirib chiqib ketib borgan bir to'p bosmachini ko'rsatdi. Stuq qizlarga bu yerdagi qiyri cho'ri va kichik bolalarni yaxshi qo'g'dashni topshirib, ilik va qilich bilan bosmachilar yoqqa chopdi. Teri-peran bo'lgan bosmachilar tulkidek orqasiga qarab qo'yib ketishmoqda. Stuqlar qurollangan otliq chorvachilar bilan birga bosmachilarni qo'g'lamoqda. O'q qo'yib, qilich nayzlarini havoda o'ynatib chapmoqda. Ular yaqinlashdi. Qilich nayzlar chika-cho'k, jiqa-jo'q qilib, bosmachilar g'alita varqirab otdan o'rilmoqda. Kiyimlari yirtiq, etig'i o'qya tegib yiqilib, yuz boshlari qon va to'pig'i milangan bir bosmachi o'rnidan turib, qo'llarini orqasiga tutib, parvosiz qarab turadi. U Qo'lingdan kelganini qil. Sana bosh egmayman, deb varqiraydi. Uning yenida turgan heliqi ko'nglaksiz misbadan yigit uning beshiga qilich ko'targan edi. Endi yetib kelgan Stuq uning qo'lini tutib oldi. Ay! Jigirba yigit o'xshaydi, dedi Stuq yigitga. Balki u bizga kerak bo'lib qolar. Yigit qilichini tushirdi. Bosmachi yana shu turqida tik turardi. Buni bir chirik topshiring, dedi Stuq qilichqa. Omon saqlasin. Stuq yana ot choptirib ketdi. Qilich otliq chepib ketib borgan bir chirikni to'xtatib, uningga boyiqi bosmachini ko'rsatib so'zildi va Stuqning orqasidan etini qo'yib-etdi. Stuq, qilich va misbadallik yigit bir qancha chiriklar bilan bir soyning ichiga kirib borsa, orasdan chiriklar, chorvachilar bilan otliq to'plashib turishgan ekan. Stuq hayronlik bilan Arslanga qaradi. Qolganlari tog'dan eshib ketdi, dedi Arslan kunpetish yoqdagi egiz tog'ni ko'rsatib. Tog' orqasiga o'tishga bo'lmaydi. Kunmi patay dedi. Xo'p, undaq bo'lsa, yanayli, dedi Stuq va boshqalarni boshlab orqaga qaytdi. Iting nima? deb so'radi Stuq otliq ikki cherik ilib ketib borgan heliqi bosmachidan. Qo'shqar! Uyingda kiming bor? Uyim yo'q, yetimman. Qayerda tursan? Tog'amning melini boqaman. Stuq o'ylab qoldi. Yetim bola ekanda, dedi o'z-o'ziga. Keyin so'radi. Biz bilan ketamsan? Qayaga? O'rdikanitga. U cho'ng shahar, bilamsan? Anglagan. Berib boqmagan. Sizlar so'rab yurmay, mashadil chep tashlanglar.
Ölümden korkmamsan? Ishdan qo'rqqan gaday bo'lmaydi. Qara bunun nochiligini. Rastili qo'chqardek battir. Mayli, biz keyin so'zlashimiz. Kech kirib qolgan edi. Sutuq va uning yigitlari o'ylamagan yerdan yuz bergan bu voqeada qurbon bo'lgan sog'in otliq yigitning jasadini dag'dug'liq ko'mdi. Chorvachilarning uylariga bosmachilar o't qo'yib o'tkashga qurbon bo'lgan yigitni yerligiga qo'yish uchun tayyor sandiq topolmay, bilakdak yog'ochlarini tepib kelib, bir-biriga juplab taxta yasashdi. Taxtayning ustiga qelin kigiz va bugun ovlangan kiyik jarallarning terisini silib, yigitni kiyimlari bilan yaxshilab o'rab, uning bosh tarafiga mingan etining egar jabduqlarini va o'qya qilichini silib ko'tirib, do'ngda qo'langan o'riga qarab mangdi. Sutuq oldida. Kaynidan bo'vaylar o'tqashni ikki qo'li bilan oldig'iroq qilib ko'tirib mangdi. Orqasidan taxtayni ko'tirgichilar mangdi. Taxtiravanning orqasidan cheriklar, cho'ng-kichik chorvachilar mangdi. Olqinini juplab, ba'zilari bir nimalarni o'qib, ba'zilari un-tunsiz beshini silib, tog' bag'rida kun patgan mazgilda o'zdirilgan bu dafn murosimi jiddiy tus olgan edi. Kang, cho'nqur qo'langan o'riga yetib kelgan chog'da bomba soqol, sal mo'kchaygan kishi qo'lidagi o'tqashni ikki qo'llab egiz ko'tarib, olli bir nimalarni dimiqida o'qib, o'rni bir aylanib, yana boyi turgan o'z o'rniga Sutuqning yeniga kelib turdi. U to'xtamay o'qiydi. Oxirida ovozi o'chgandek jimib qoldi-da, Sutuqqa qaradi. Sutuq beshini langshitib qo'yib edi, bomba soqol bo'vay ko'pchilikka murojaat qildi. Namo bot, namo dram, namo sang, ulug' bo'tsatva, hammadan ulug'. U bizni yomon odamlardan doim qo'g'dab turdi. Mubodi bugun xon o'g'il va bu yigitlarni dal vaqtida avatmagan bo'lsa, bu qaroqchilar uylarimizni ko'ydirib, odamlarimizni o'ltirib, otkala va qo'ylarimizni qo'ymay haydab ketadi. Bizni qo'g'dash yo'lida cheriklardan bu yigit qurbon bo'ldi. Uni ulug' bo'tsatva yeniga chaqirdi. U qo'lidagi o'tqashni o'rining ichiga qaritib bir aylantirib chiqdi. Qani yigitlar, bag'irsoq sog'in, tesh yossin. El omonligi yo'lida jon bergan cherik sog'inning o'rni o'chmoqda bo'lsin. Bu o'ra birdamdila to'pi bilan to'ldirildi. Egizlandi. Qarindoshlar, dedi Sutuq yangi qabriga to'pi yulab bo'lgandan keyin. azor chekdinglar, chiqimdor bo'ldinglar. Lekin sizlar boturkansizlar. Biz har qanday chog'da bugünkidek ittifoq bo'lishimiz, chidam va g'ayrat bilan elni qo'g'dishimiz, yog'i qaroqchilarga, bosmichilarga bo'zak bo'lmasligimiz, bosh egmasligimiz kerak. Sutuq chorvachilarning botirligini maqtagandan keyin bosmachilardan g'animat olgan ot va qurol yaroqlarni uy va uy saramjonlari ko'ydirib etilganlarga bo'lib berdi. Sutuqning kim ishkanligini bilgan chorvachilar va ularning bola chaqilari, xususan qeyri bo'vay mo'maylar ko'zlariga yosh ilishib, Sutuqqa va Sutuqning cheriklariga yaktiz bo'lib tashakkur bildirishdi. O va ushtumtut bo'lib o'tgan jangda charchagan Sutuq va uning cheriklari chorvachilar bilan xo'shlashib, Gugumning ishchiga singib ketdi. Kash kuzning yiqimliq kechisi. Ko'kda yerim oy dalini g'uva yo'rtib turadi. Yulduzlar bas-bas bilan emir-chimir parqiraydi. O'stangda
oyning nurini aks ettirgan suv shildirlab oqmoqda. Suv bo'yida 3 yerda Gulxon navuldaydi. Cheriklar Gulxonga hadab so'k-so'k tashlab ulg'aytib turadi. Har bir Gulxonning yenida qiyib qizil cho'g' ustida uzun sig'i yog'och o'tkazilgan, boshsiz butun kiyikni 2 kishi 2 boshda turib aylantirmoqda. Birsi yog'och cho'chakdan tuz chachmoqda. Charaslab turgan cho'g' dövisi ustida kiyik kavpi borgancha qizirib, atrofga mazzilik heydini chashmoqda. Bu yerda kishilarning qarisi ko'rinadi. Nadido qizlarning kulkisi anglanmoqda. Bir Gulxonning u yoqida Sutuq. Uning ikki yenida Arslan ilik o'ltiradi. Sutuqning qarshisida bir kishi go'sht yeb o'ltirdi. Qalish bir chapon akilib Sutuqning dolisiga yepib qo'ydi. Oyning yerim yo'riqi va Gulxon yolqinining nurida ular chala-pula ko'rinib turadi. Boyatin Sutuq bilan Arslan Qo'shqarga jiq nasihat qildi. Uning joyillik qilmasligini, u yoqdagi boshliqlarning bug'rolarning ustida qilgan so'zlarining yolg'on va ig'vo ekanligini so'zladi. Qo'shqar xeyli yumshab qoldi. Sen baya gunohkor emasman deding. Bizni nimang bilan tushundirsan? Men ulardan emas. Ular kimlar? Ular Samaniylar. Sen kimsan? Men Namanganlik, podichi. Ular bizning yerlarimizni besib olgan. Bizdan cherik ilib ishlatadi. Namangandan olgan cheriklarni Mo'sha tog'ning orqasiga qo'ydi. Sen nemishqa bosmachilik qatnashding? Bizni zo'rlik bilan akaldi. Men odam o'ltirmadim, bulongchilik qilmadim. Kaganlar qancha kishi edinglar? Men sanab bakmagan. 100 kishi bo'lish kerak. 37 bosmachi o'lgan, dedi Arslan Sutuqqa qarab. 60 tak bosmachi qechib ketgan o'xshaydi. Uyingda kimlar bor? Yana so'ridi Sutuq. Anam, singlim bor. Biz bilan birga Samaniylarni yo'qotib, tuqqanlaringni qutqizishni xohlamsan? Xohlayman, dedi Qo'shqar jallanib. Jinim bilan xohlayman. Bizning yurtda hamma kishi ulardan qutulishni xohlaydi. Qo'shqarning chiroyida umidlanish ko'rindi. U ko'zlariga liqqida yosh ilib, ikki qo'lini so'zib, yelingan ohangda dedi. Shunda qilg'aylar to'ram. Men xizmat qilaman. Men yo'l bilaman, tog'larni bilaman. Sutuq Arslan ilik bilan qarshi elib dedi. Xo'p. Biz sana ishondik. Senmi bizga ishon. Bizning do'stimiz bo'l. Sutuq qopdi. Ikkaylami qopishdi. Sutuq Qo'shqarning dolisiga o'ng qo'li bilan yenik urib dedi. Qo'shqar yigit, rost do'st bo'lamsan yolg'onmi? Keyin ko'ramiz. Yigit o'ng qo'lini ko'ksiga qo'yib, beshini aydi. Qandaqroq yigitlar? dedi Sutuq. Ostiga bir qancha kiyik terisini silib, ustidan chopon chorilar yepib yotqizib qo'yilgan ikki yarador cherikning yeniga kelib, yepilgan choponlarni qimdab turib. Yaranglar xeyli ig'irmi? Ashqallah. Hech qisi yo'q. Rahmat, dedi ikkaylan ovozini o'llik chiqarishga tirishib. Sening biliking yaralandimi? Sutuq sol tarafdagi yigitning yepilgan choponini qayrib edi. Yigit o'ng qo'li bilan sol dolisini ko'rsatdi. Jiddiy urushda nayzining uchi mo'ramga tegib, quyoqning yengini yulib chiqib ketgan edi.
keyin Müramga qilichning uchi tegib ketdi. Hech qisi yo'q. Mening dumbamga nayz uchi kirib, ozroq terisin zaxmi qilgan. dedi o'ngda yotolmay dum yotgan yigit. Yaxshi damilinglar. Sizlar cho'ng xizmat ko'rsatdinglar. dedi Sutuq o'rnidan turib. Qilich qo'chqarni boshlab ketdi. Sutuqlar O'stangning bo'yiga kelib, go'zal kashlik manzarni ko'zdan kechirdi. Nima degan obdan kecha? dedi Sutuq zo'q bilan. U yana bir nima demoqchi edi. Jaranglab chiqqan qizlarning naqshi ovoziga quloq silib to'xtab qoldi va kulimsirab naqshi ovozi chiqqan yoqqa O'stangning yo'qirsiga mangdi. Oydin, yulduz, qunduzlarning sho'x naqshi ovozi butun dalada jaranglamoqda. Tog' cho'qqilaridan naqshi sadolari qaytmoqda. Hamma ko'ngillik. Tabiat texmi go'zallashgandek. Yermoy go'yo ushliq boshlarini egib, qizlarni tabriklab, ularning qizil manzillariga nur chashmoqda. Yulduzlar texmi bakrak jemirlamoqda. Cho'ng bir yo'riq yulduz oy bilan baslashib, qizlarning ko'zlarini qamashtirmoqda. Lavuldab, charaslab ko'yayotgan gulxon ushqullari osmonga chechilmoqda. Kavob yedi. Suning shildirlishi, qizlarning yangroq naqshi ovozi, bularning hammasi kishining ro'yiga sevinch bag'ishlaydi. Tog' boshida ko'z qisib yulduz kular. Gul ichida yorini ko'rganmidi? Unselib sho'x sandolach qo'ssa qo'shiq, kuyining ma'nisini bilganmidi? Ay sana baqur sıngar qaşın törüp, ko'ngliga yoqmas so'zing ayganmiding? Berma azar u sana amraq adash, yoki yulduzga qarab tayganmiding? Aymu, yulduzmu sama erkin qizi, sana baqsa ko'nglini yandurmig'il, dili nozik yurigi cho'g'dakkina, bayqamay so'ngra esib deb qalmag'il. Qizlarning naqshlari to'xtab, kulki ovozlari anglandi. Sutuqlar ularning yeniga keldi. Pah, nima degan yaxshi naqshi bu? dedi Sutuq qizlarning yeniga kelib kulib. Mo'shundoq go'zal kechiga go'zal qizlarning sho'x naqshlari qo'shilganda, agar qo'shiqchi bo'lsam, Qo'shiqchi bo'lmasingizmi, qo'shiqchidan qilishmaysiz? dedi Oydin o'rnidan turib Sutuqning so'zini bo'lib. Bultur bog'da ko'lning bo'yida aytgan qo'shiqlaringiz yodingizdan chiqmagandi? Ular kulishkinicha Gulxon yoqqa menishdi. Gulxonni cho'ri deb o'ltirgan kishilarning oldilariga aylantirib tor, uzun dasturxon selingan. Dasturxonga non, qo'rilgan bug'doy, quruplar chechilgan edi. Birsi cho'ng choy jushtin yog'och oyoqlarga choy qo'yishdi. 3-4 kishi leganlarda parchalangan kiyik ko'pi elib kelib dasturxonga qo'ydi. Ular ishtaho bilan go'shtga tutish qildi. Davlat qushi qo'nsi kelib sana o'g'lan. Ko'ranglama ko'zingga boq, yaxshi o'ylan. O'z elinga jafo emas, vafo qilsang, o'zang ketsang, ruhing ketmas, yo'qdir armon. Irpon elektron şirketi turlik lug'atlarni chiqarib, til boyligingizni oshirib qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi.